Ketsak bir payti Instagramdagi eng videolar trendga chiqayotgan odam Ali Domillonguddek. Assalomu alaykum bratan. Assalomu alaykum. Qandaysiz brat? Yaxshimisiz? Zo'rmi? Zo'rmisiz? Nima yangiliklar bilan o'rasiz? Yangilik kecha bayramni yaxshi kutib oldik. Aha. Xudoga shukr, chiroyli kutib oldik. Bugun tabiatga sayohatga chiqdik mana. Hozir. Sizga bir ikkita savollar bersam, qarshilik qilmaysizmi? Mayli. Olmaymi? Siz 2025-yil nimalarga erishdingiz? 2025-yil nimalarga erishdim? 2025-yil men o'zim uchun katta yo'lni va qiyinchiliklarni bosib o'tish uchun harakatni yuzgacha bordim. Yana bir dolzarb bo'lgan bir ikkita videolaringizni ko'rgan odamlardan menga yozishgan, savol bering, qani nima javob beradi deb. Hayotingizda insonlar tomonidan nohaqlik bo'lganmi? Instagramga video qo'yishingiz. Har bir inson tug'ilibdiki, nohaqlikka uchraydi. Nohaqlikka uchragan payti bir ikkita insonlar u nohaqlikdan chiqib ketish yo'lini o'rniga o'zini xor qilishga bag'ishlaydi. Manda ham nohaqlik ko'p bo'lgan. Undan chiqib ketish uchun men o'zimga nima desam, insonlardan kuch olaman va yoshi katta insonlar bilan do'stman hozirchalik. Yoshi katta insonlar menga shunday deydi, mashaqqatdan hech qachon qo'rqmaslik kerak, harakatni davom ettirish kerak. Boshingga nima kulfat tushsa ham faqat yaxshilikka yo'lishing kerak degan savolni berishadi. Va oxirgi savolim 2026-yil nima planlar qilyapsiz? 2026-yil men o'zimga planlarni hattoki chiroyli qo'ydim. Orzularimdan men shaharlarni yaxshi ko'raman va Moskva shahrida bo'libman hozir. Hozir endi men Atfiyskiy shassidan Marino degan do'konga kelganman. Buni ko'p menga ta'riflashgan, atmosferasi, odamlari yaxshi keladi. Yaxshi joylarni ko'rgani keldim. Sizga bu Targoy magazindan nima lavhalar yoqdi, nimalarni olmoqchi bo'ldingiz? O'zi meni rejam yo'q edi, shunchaki o'zim chiqib aylanishni yaxshi ko'raman. Yolg'izlik